Mahallamizning tunu kun ishlaydigan jonli kamerasi Radar xolaning kelini Agentoy bilan dahshatli garov o'ynab qo'ydi. Toy nima emish? Agentoy menga nima dedi bilasizlarmi? Uy sharoitida kefsinikidagi qarsillama tovuq qila olmaysiz. Oddiy gaz plitada o'xshab chiqmaydi. Usti tez pishadi-yu, ichi baribir xom qoladi dedi. Ana esa jahl ustida nimalar deb qo'ydi. Yutqazsam agar o'xshamasa, Radar xolaga Premier brendidan konditsioner sovg'a qilaman. Zora tunu kun ko'chada o'tirib o'tgan-ketganni radariga tushirib o'tirmasdan, muzdekgina uyda deb qo'ydi. Shuncha katta ketib gapirib qo'yganimdan keyin bu video shunchaki KFC retsepti videosi emas, meni taqdirim. Yaxshiyamki menda Premier brendining panel gazi bor. Haroratni bir xil ushab turadi, ideal qizartiradi. Ustini qarisildoq, ichlarini yumshoq sochni qilib pishirib beradi. Xullas, KFC'larim maqtanganimdek shunaqa qarsillama zo'r bo'lib chiqdi. Endi Radar xola aniq men haqimda emas, mahalla bo'ylab Premierni maqtaydi. Sizningcha garovda kim yutdi? Ha, aytgancha, sizning ham mahallangizda shunaqa kecha-yu kunduz ishlaydigan Radar xolalar bormi? Kommentariyada yozib ketinglar.